Assalamu alaikum muhtaram televizor Körüp atqanыңla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdul Xabarlar programması. Mazkur programmamızda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Indoneziya saqchi doiralari 16 mart kuni Markaziy Sulawesi o'lkasida 2 nafar Uyg'urning etib o'ldirilganligini e'lon qilgan. Bayanatda etib o'ldirilgan 2 Uyg'urning shu rayondagi bir radikal guruhga qatnashganligi ilgari surilgan. Ammo ularning kimligi, nima uchun Indoneziyaga berib, u yerdagi jihatchilar to'piga qo'shilganligi haqida hech qanday uchur berilmagan. Dünya Uyg'ur qurultiyi bu haqda inkas qaytirib 2 nafar Uyg'urning Indoneziyada o'ldirilganligi andish qilarlik taraqqiyot deb ko'rsatdi. Şunun bilan bir vaqtda Indoneziya hukumatini mazkur delo haqida texmo ko'p uchur bilan ta'minlashga, Uyg'urlar masalasida ochiq-oshkor va odil bo'lishga chaqirdi. Uyg'ur Avtonom rayonluq ma'rif nashriyati yangidan nashr qilgan o'rta maktablarning adabiyot darsligidagi keskin o'zgarishlar Uyg'urlar ichida kuchli andish paydo qilmoqda. Egallanishicha, bu qitimliq yangi darslikda aslida bor bo'lgan Uyg'ur klassiklari va hozirgi zamon Uyg'ur yozuvchilarining asarlari chiqarib etilib, uning o'rniga Xitoy klassiklari va hozirgi zamon yozuvchilarining asarlari kirgizilgan. 12 mart kuni Ündidarda e'lon qilingan biz o'zimizning Uyg'ur adabiyotini talab qilamiz sarlavlik maqolada Uyg'ur ma'rif sohasidagilarning bu vaqtdagi yurak sadosi oshkora e'lon qilingan. Növbətdə ijtimoiy taratqularda e'lon qilinayotgan inkaslarda Uyg'ur avlodlarining o'z ona tilida yozilgan adabiy namunalari bilan tanishish huquqini tatolmaslik talab qilinmoqda ekan. Beijingda ochilgan Xitoy mamlakat xalq qurultiyiga qatnashayotgan bir qism Uyg'ur vakillar Kariz qurilishini dunyo madaniyat merosi tizimligiga ilish taklifini o'tirg'a qo'ygan. Ma'lumki, Kariz Uyg'ur xalqining insoniyat madaniyatiga qo'shgan eng ulug' ixtirolardan biri. Halbuki yaqinqi mezgillarga kelganda Uyg'ur elida neft boyligining shiddat bilan qazilishi natijasida yer qatlamida cho'kish yuz bergan. Muzliqlarni yiqib keladigan suv manbasining oziyishi hamda quduqlarning adadidan ortiq qazilish natijasida Kariz suvlari qurishga yuz tutgan. Kuzatuvchilar garchi bir qism Uyg'ur vakillar Xitoy xalq qurultiyida Karizni qutuldirib qilish taklifini bergan bo'lsa-mu, ammo allaqachon qurib ketishga yuz tutgan Karizlarni asliga keltirish va saqlab qilish intoyin qiyin deb qaramoqda. Şahitlarning oldingi yillarda Sharqiy Janubiy Osiyo ellarida beshidan o'tkazgan ochiq kechirmishlari xalqarodagi Uyg'ur musofirlar masalasining ichki yuzini ko'rsatib bermoqda. Ma'lumki, 2013 yilning oxirlaridan 2015 yilning oldingi 20gacha bo'lgan mezgilda minglagan Uyg'ur musofir Xitoyning janubiy o'lkalari orqali Vyetnam, Laos, Kamboja, Tailand, Malayziya qatorliq ellarga qochib borgan. Tailand va Malayziyadagi lagerlarga yillarcha qamab qo'yilgan Uyg'ur musofirlar oldingi yillarda Tailand va Xitoy, Turkiya o'rtasidagi uch burchakli diplomatik tortishlarga sabab bo'lgan edi. Turkiyaga yerleşken bir qism şahitlar yaqinda radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'zlarining Sharqiy Janubiy Osiyo ellaridagi qechish kechirmishlarini oshkor qildi. Xitoy hukumatining yaqinda Xotan va Aqsu viloyatlarini bekor qilib, uning o'rniga viloyat darajalik shahar ta'sis qilish plani kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Egallanishicha, Xitoy hukumati o'tgan yil aprelda Turpan viloyatini, bu yil yanvarda Qumul viloyatini bekor qilib, uning o'rniga viloyat darajalik shahar ta'sis qilganligini e'lon qilgan. Xitoy hukumat taratqullari Uyg'ur avtonom rayonida viloyatlarni amaldan qoldirib, shahar ma'muriyati ta'sis qilishni muqimlik foydali strategiya deb tashkil qilmoqda. Kuzatuvchilar birdek, Xitoy hukumatining Uyg'ur avtonom rayonida Xitoy o'lkalaridagi shahar ma'muriyat sistemasini o'rnatishga urinishi amaliyotda Uyg'urlarning eng aqalli avtonomiya huquqlaridan mahrum qoldirishning bir qadami deb qaramoqda. Yaqinda Mazar Markaziy Osiyodagi islomning muqaddas o'rinlari nomli inglizcha yangi kitob Yaponiyadagi Tokyo Chatal tillar universitetida nashr qilingan. Mazkur kitobda Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanadigan 20 nafar tadqiqotchining Uyg'ur diyoridagi mazarlar va ularning tarqalishi, mazar tavobotiga doir odatlar va ularning madaniyat qatlami, mazar tazkiralari ham Uyg'ur yaqingi zamon tarixidagi xo'jalar davriga oid ilmiy maqolalar o'rin olgan. Ma'lum bo'lishicha, mazar degan bu nomda Yaponiyada yo'riq ko'rgan bu kitob tadqiqotchi Jun Sugawara bilan Xinjiang universitetining professori Rahila Davudning bosh muharrirligida nashr qilingan.
Muhterem televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.